Pul topamiz, xarajat qilamiz, lekin oy oxirida yana minus. Sababi oddiy. Pul topishni bilamiz, saqlashni, boshqarishni va uni ko'paytirishni bilmaymiz. Ushbu ikki muhim kitob vaziyatni yaxshilashga yordam beradi. Birinchisi, latte omili. Oylikdan oylikkacha yashashdan charchagan bo'lsangiz, moliyaviy erkin bo'lishni istasangiz, unda latte omilini o'qishingiz kerak. Shu yerda bir savol tug'iladi. Badavlat bo'lmay turib ham boy yashash mumkinmi? Albatta mumkin. Buning uchun maoshingizni oshirishlarini yoki lotereya o'yinida yutuq chiqishini yoki xazina chiqib qolishini kutib o'tirishingiz shart emas. Ikkinchisi, Morgan Housel pul psixologiyasi. Pulga bo'lgan munosabatingizni tom ma'noda o'zgartirib yuboradi. Asarni mutolaa qilar ekansiz, pulni samarali boshqarishda moliyaviy yoki matematik bilimlar emas, kishining xulq-atvori-yu turli keskin pallalarda o'zini qanday tutishi muhimroq rol o'ynashi kundek oydinlashib boraveradi. Boylikka tejamkorlik, kamtarlik va ehtiyotkorlik singari insoniy xislatlarga erishish ham misollar bilan isbotlangan. Siz pul bilan qanday muomala qilasiz? Izohlarda yozib qoldiring.